Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Tajovuzchilari tarixni ostin-ustin qilib, o'zini Sharq Turkistonning eng qadimiy va yerlik xalqi deb davron silib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoylarni Sharq Turkistonning asl yerlik xalqi va Sharq Turkistonning asl egisi bo'lgan Uyg'urlarni bo'lsa, milodiyadan keyingi 840-yillardan keyin Mong'ol vodisidan ko'chib kelgan ko'chman xalq deganni bozorga solgan. Shundaqla yaqinda Xitoy torbetlarida e'lon qilingan "Nima uchun Xitoylar Xinjiangning eng qadimgi yerlik xalqi" nomli bir Xitoycha maqolada bir qarashda tarix davomlilikqa asoslangan oddiy bir tezisni o'ttirib qo'yib, Saka, Yuiji, Chang va boshqa qadimgi jamiyatlar vaqtning o'tishiga ergishib boshqa xalqlar bilan qo'shilib, ayrim millat kimligi sifatida yo'qolib ketgan Xitoylar bo'lsa, Han sulolasidan tortib bugungi kungacha o'xshash millatnoma ostida atalmish Xinjiangda mavjudligini saqlab kelgan va Xitoylar Xinjiangning eng qadimgi yerlik xalqi deb bildirilgan. Xitoy hukumati va tarixchilari o'zlarining tashviqotida milodiyadan ilgirki 60-yili G'arbiy Han hukumati tomonidan g'arbiy rayonlarni qo'g'dash organi qurilganligini, buni bu rayonda Xitoylarning 2000 yillik tarixining boshlanish nuqtalarining biri qilib tasvirlab, tarix o'ymonligidagi qadimgi aholilarni zamonaviy Uyg'urlarning tarixiy yiltizi deb qarashning xato ekanligini da'vo qilgan. Tarixda bir rayonda bir millat kishilarining ko'rilishi, o'xshash millat nomining davomli mavjud bo'lishi hozirgi nopusning yerliklik salohiyatini chiqarishga yetarli dalil emasdir. Va Xitoy xalqi hech qachon Sharq Turkistonning yerlik xalqi emasdir. Va navbatda yildan yilga Sharq Turkistonda eshib borgan Xitoy nopus bo'lsa, Xitoy hukumatining planli holda Xitoy oqqonlarini ko'chirish va Sharq Turkistonning nopus qurilmasini o'zgartirish siyosatining natijasidir. Bu noktada Birleşken Milletler Teşkilatı'nın hüccetlerindeki 2022 yildagi Uyg'urlar atalmış Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonida yaşaydigan eng cho'ng yerlik xalq degan terminlar yuqorida telg'inlagan Xitoycha maqola va Xitoyning Birleşken Milletler Teşkilatı'ga o'zini yerlik xalq deb da'vo qilishni keskin rad qiladigan bo'lib, Birleşken Milletler Teşkilatı Xalqaro kishilik huquq oliy komissarligining kishilik huquq dokladida Sharq Turkistonning nopus qurilmasi haqida 1953-yili Xitoyning tunji qatimliq nopus tekshirishi elib berilganda, Sharq Turkiston nopusining 75%dan ko'proqi Uyg'urlardan tarkib topganligini, Xitoylarning faqat 7% atrofida bo'lganligini tilga olib, bugungi kunda bu nisbat taxminan 45% Uyg'ur va 42% Xitoyga yetganligi aytilgan bo'lib, eng muhimi kishilik huquq oliy komissari bu nopus o'zgarishi asosida Xitoylarning hukumat siyosatlari bilan ta'minlangan ilhomlantirish bilan rayonga ko'chishning natijasi deb olgan va aniq qilib Xitoylarni rayonga ko'chman deb atagan. Bu vaqt yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komiteti 2014-yili Xitoy munosabat xulosa dokladida Tibet, Uyg'ur va ishki Mong'ol qatorliq millatlarning ishsizlik ahvolini muzokara qilganda, Tibet, Uyg'ur va Mong'ol qatorliq millatlar orasidagi ishsizlikning yuqori ekanligi to'g'risidagi xabarlarga qarta andishasini bildirib, buning Xitoylarning ko'chib kelishi bilan munosabatli ekanligini o'ttirib qo'ygan bo'lib, bu yerdagi atalg'ular diqqat qilishga arziydi. Mavjud hujjatlar va tarix Uyg'urlarning Sharq Turkistonning asl egisi va Almisoqdan Tangirtog'larning janubiy va shimolida mavjud ekanligini ko'rsatib berdi. Hergizmi hozirgi Xitoy hukumatining ilhomlantirish bilan ko'chgan istilochi Xitoy nopusining eshishi va to'qib chiqilgan saxta tarixlar Xitoylarning hech bir zamon Sharq Turkistonning yerlik xalq ekanligini isbotlab bermaydi. Uyg'urlar tarixchi Turg'un Almas aytgandek, tarixdan buyon Tangirtog'larning janub shimolini, Tarim vodisini markaz qilgan holda yashab kelgan Sharq Turkiston Uyg'urlarning asl zamini va voz kechilmas vatani. Shundaqla Uyg'urlar Sharq Turkistonning eng qadimiy xalqidir. Navbatda Latin Amerikada faoliyat elib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur demokratiya kishilik huquq markazining raisi Dolqin Aysolar Argentina axborotlarining qiziq nuqtasiga aylangan. Qurultay vakillarining Argentinaga yetib berishdan burun yig'in tashkilotchilariga Xitoy elchixonasining besim qilishi, qurultay vakillarining Buenos Airesda har qaysi universitetlar, tashkilotlar bilan uchrashib Uyg'ur masalasi va Xitoyning qirg'inchilik jinoyati haqida leksiyalar berib, faoliyatlar o'tkazishi Latin Amerika axborotlarining diqqatini tortgan. Faoliyatning 4-kunida Dolqin Ayso Janubiy Buenos Aires radio televiziyasining ziyoratini qabul qilib,
kelib Uyg'ur masalasini tonishtirgan. Dolqin İsa Efendi bu ziyorat haqida ma'lumot berib, Janubiy Buenos Aires radio televiziyasining ziyoratida o'zlarining Argentinaga kelishdagi maqsadi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Xitoy nima uchun Sharq Turkistonda Uyg'urlarni nishon qilgan qirg'inchilik ilib boradi, atalmish bir balvoq bir yo'l qurilishi va uning xarakteri, Xitoyning qarz qiltiqi, chegara halqagan bostirishi va nima uchun Argentina sotiga Xitoyni arz qilganligi haqida tafsiliy to'xtalgan. Shu kuni tushdan keyin yana Buenos Airesdagi Torquato de Tella universitetining xalqaro munosabatlar bilimining taklifi bilan Dolqin İsa Efendi mazkur universitetning o'quvchi va o'qituvchilariga leksiya berib, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan beri bu qirg'inchilikni davomlashtirib kelganligini, Uyg'urlarning kimligi, tili, diniga qarta ilib berayotgan ziyonkashliklari, shundaqla Uyg'ur xalqining xotirasi bo'lgan olimlari, diniy o'limolari, universitetning professor doktorlarining tutqun qilinib yo'qotilishi haqida tafsiliy ma'lumot bergan. Dünya Uyg'ur qurultiyi 2026-yili 27-sentabr Sharq Turkiston davosining harmas jangchisi, hayotini Sharq Turkistonning milliy mustaqilligi va Uyg'ur xalqining ozodligi uchun beg'ishlagan marhum ustozimiz Farxat Yo'ronqash vafotining 1 yillik munosabati bilan uni xotirlash va uning ish izlarini eslash uchun Myunxenda duo tilovat va nazr faoliyati o'tkazadi. Marhum ustozimiz Farxat Yo'ronqash Sharq Turkiston davosining harmas jangchisi, hayotini Sharq Turkistonning milliy mustaqilligi va Uyg'ur xalqining ozodligi uchun beg'ishlagan Uyg'ur tashkilot rahbarlari va yoshlarimiz ulgi ilishga tegishlik, chiqishqoq va o'zining mustaqillik g'oyasidan aslo voz kechmagan, toki oxirgi minutlargacha milliy mustaqillik harakatimiz uchun xizmat qilgan milliy kurash sepimizning g'olliq a'zolaridan biri va Sharq Turkiston davosining chaqnagan yulduzi edi. U mol tajribasi, siyosat pishib yetilganligi, təşviqat sohasidagi ustunligi, tashkillash iqtidorining yuksakligi bilan tonilgan bir rahbar bo'lib qolmay yana harmay, talmay kurash qilish ro'yi bilan Sharq Turkistonning mustaqillik yo'lidagi vatanparvarlik ulgisi, bir umr davosida kurash qilish jarayonida beshidan o'tkazgan issiq sovuq bo'ron chopqin qiyinchiliklarga ko'krak kerib, tavranmas iroda va kelgusiga bo'lgan ishonch va ulug'vor g'oya bilan umrining oxirigacha kurash qilgan fidokorlik obidasi edi. U 2025-yili 24-sentabr chorshanba kuni kasal sababidan 61 yoshida olamdan o'tgan bo'lib, bu shum xabar bilan muhojiratlik Uyg'ur xalqi va tashkilotlari cheksiz qayg'uga cho'mgan edi. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur qurultiyi 2026-yili 27-sentabr kuni marhum ustozimiz Farxat Muhammadi vafotining 1 yillik munosabati bilan uni xotirlash va uning ish izlarini eslash uchun Myunxenda duo tilovat va nazr faoliyati o'tkazadi va bu faoliyatga dunyoning har qaysi joylaridan uning sabdoshlari, do'stlari kelib qatnashadi. Ve şundaqlı onun hayotiga beg'ishlangan, uning tarjimali, ish izlari va hozirgacha e'lon qilingan munavvar asarlardan tarkib topgan kitobi e'lon qilindi. Farxat Yo'ronqash Efendi 1964-yili 3-oyning 7-kuni Sharq Turkistonning Xotan viloyatida tug'ilgan. 1985-yili atalmish Şinjan universitetining til fakultetini tamomlab, atalmish Şinjan xalq radio stansiyasida 1992-yili 12-oygacha tahrir va muxbir bo'lib ishlagan. 1987-yili Xitoyning mamlakatlik oz sonli millatlar yozuvchilar jamiyatining a'zosi va Uyg'ur avtonom rayonlik yozuvchilar jamiyatining a'zosi bo'lgan. Farxat Yo'ronqash Efendining Vatanda 2 kitob va 200 parchadan ortiq povest hikoyasi e'lon qilingan. 1989-yili Xitoyning Xinhua axborot agentligida axborotchilik va jurnalistlik kasbi bo'yicha bilim oshirish jarayonida 89-yildagi Beijingdagi o'quvchilar harakatiga qatnashib, Xitoy bexatarlik organlarining nazorat qilishiga va ziyonkashligiga uchragan. 1992-yili 12-oyda Qozog'iston orqali muhojirat hayotiga qadam qo'ygan. U Qozog'istondan 1993-yili Turkiyaga kelib, 1995-yilgacha milliy rahbarimiz Aysa Yusuf Altekin efendimning yanida xizmat qilgan va Sharq Turkiston davosi qitilib, ayni vaqtda muhojiratlik tunji turkumdagi vatandan chiqqan yosh ziyolilar bilan birlashib, Sharq Turkiston davosi uchun muhojiratlik axborotchilik hayotini boshlagan. Farxat Yo'ronqash Efendi Turkiyada Sharq Turkiston yoshlar birligining qurilishida va uning organ gazeti Sharq Turkiston yoshlarining ta'sis qilinishida asosli rol o'ynagan va gazetning bosh muharriri bo'lib ishlagan. 1995-yili Sharq Turkiston davosini g'arb dunyosida davom qilish uchun Germaniyaga kelib yerlashgan. Farxat Yo'ronqash chet elga hijrat qilib chiqqan 1992-yilning oxiridan toki vafot bo'lguncha izchil turda Uyg'ur milliy harakatining eng oldingi sepidan yer elib kelgan bo'lib, Turkiya va Germaniyalarda nashr qilingan Sharq Turkiston yoshlari gazeti, Sharq Turkiston gazeti, Birlik jurnali, Uchqun gazeti, Istiqlol gazeti, Uyg'ur televiziyasi,
Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi qatorliq gazet, jurnal va tor televiziyalarining asosli qurg'uvchisi ham bosh muharriri bo'lib xizmat qilgan. O 1996 yil Germaniyada qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyining 1999 yil yana Germaniyada qurilgan Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyining va 2004 yil barliq kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining asosli qurg'uvchi a'zolarining biri bo'lib, Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyining tashviqot mudiri, Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyining tashviqot mudiri ve 1996 yıl kurulgan Sharq Turkiston informatsion markazining muavin raisi, 2004 yıl kurulgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashviqot mudiri ve muavin raisi, 2016 yıldan başlap Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkiliy ishlarga mas'ul muavin raisi ve 2024 yılı Sarajevo'da açılgan 8. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyida qurultayning oliy maslahatchisi ve qurultay tor televiziyasining mas'ul muharriri bo'lib vazifa o'tagan edi. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.